Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz siz bilan amaliy mashg'ulot oliy ta'lim didaktikasi o'quv moduli bo'yicha amaliy mashg'ulot o'tamiz. Mashg'ulotimizning mavzusi oliy ta'lim didaktikasida zamonaviy o'qitish konsepsiyalari deb nomlanadi. Studiyada moderator, pedagogika fanlari doktori professor Shahzoda Abdullayeva. Amaliy mashg'ulotdan ko'zlangan maqsad oliy ta'lim didaktikasida zamonaviy o'qitish konsepsiyalari haqida tushuncha berish va shu asosda pedagogik faoliyatni tashkil qila olish bo'yicha malakalarni rivojlantirish deb belgilangan. Shu bilan birgalikda biz siz bilan nazariy qismda oliy ta'lim didaktikasidagi zamonaviy o'qitish konsepsiyalari haqida olgan bilimlarimizni mustahkamlaymiz. Shu bilan birgalikda interfaol metodlardan foydalanish orqali zamonaviy o'qitish konsepsiyalariga tayanishning mavjud holatini tahlil qilib chiqamiz. Hammamizga ma'lumki va biz siz bilan nazariy qismda o'rganganimizdek, zamonaviy o'qitish konsepsiyalarining mazmuni avvalambor faqatgina ma'lumot va axborot berib qolishdan iboratgina bo'lmasdan, oliy ta'limda ta'lim olayotgan talabalarda faol fikrlashni, shuningdek mustaqil fikrga ega bo'lishni, o'zining shaxsiy pozitsiyasiga ega bo'lishni o'rgatishdan iborat. Va shu bilan birgalikda o'qituvchi va ta'lim oluvchi o'rtasida subyekt munosabatini qaror toptirish, hamkorlik muhitini yaratishdan iborat deb qaraladi. Asosiy yo'nalishlar sifatida zamonaviy konsepsiyalarda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim ushbu yo'nalishda talaba ta'lim jarayonining markazida turadi. O'qituvchi yo'lboshchi va maslahatchi rolini bajaradi. Individual yondashuv va refleksiya muhiti muhim ahamiyat kasb etadi. Yana bir asosiy yo'nalishlardan biri bu kompetensiyaga asoslangan yondashuv yoki kompetensiyaviy ta'lim deb nomlanadi. Uning asosiy maqsadi talabalarda kompetensiyalarni hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish malakalarini rivojlantirishdan iboratdir. Ta'lim natijalari aniq ko'rsatkichlar bilan baholanadi. Kompetensiyaviy yondashuv qo'llanilganda, hurmatli tinglovchilar, hammamiz yaxshi bilamizki, mehnat bozori talablariga mos kadrlarni tayyorlashga zamin hozirlanadi. Kompetensiyalar yondashuv natijasida talabalarda muammoni hal qila olish, turli vaziyatlarda kerakli va operativ qaror qabul qila olish, shu bilan birgalikda mustaqil fikrlash va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga hozirlanadi. Navbatdagi yo'nalish nazariy qismda egallagan bilimlarimizga asoslangan holda esimizda bo'lsa, bu kredit modul tizimida o'qitish yo'nalishi hisoblanadi. Aynan mana shu yo'nalishning kirib kelishi bugungi kunda oliy ta'lim tizimida shaffoflikni vujudga keltirishga, ya'ni talabalar o'zlari egallagan bilimlarda baholanishda shaffoflikni vujudga keltirishda, talabaning shaxsiy ta'lim trayektoriyasini belgilashda hamda mustaqil ta'lim va baholashda shaffoflikni vujudga keltirishga zamin hozirlaydi. Navbatdagi yo'nalish axborot kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan ta'lim yo'nalishi. Bugungi 21-asrda raqamlashtirish natijasida oliy ta'limda ham qator islohotlar natijasida qator ishlar amalga oshirildi. Aynan xatlarni elektron tarzda ayirboshlash, talabalarga bilimlarni taqdim qilishda turli axborotli vositalardan foydalanish, elektron ta'limiy resurslarni platformalarga joylashtirish mana shu ta'lim mazmunini, uning sifatini ko'tarishga katta turtki bo'ldi. Axborot kommunikatsiya vositalari sifatidagi ta'limda biz Moodle, Google Classroom, Edmodo va boshqa kabi virtual laboratoriyalar, video darslar va sun'iy intellekt yordamida o'qitishni tushunamiz. Bunda o'qituvchi va talaba o'rtasida ham
albatta hamkorlik vaziyatlari, hamkorlik muhiti yaratiladi. Bu esa ta'lim sifatini ko'tarishga katta yordam beradi. Va navbatdagi yo'nalish bu interfaol o'qitish texnologiyalariga asoslangan o'qitish konsepsiyalaridagi qarashlar. Biz bilamizki, bugungi kunda ham xorij davlatlarida, mustaqil hamdo'stlik davlatlarida, bizning aynan O'zbekiston Respublikamizda ham bu borada ko'p olimlar, pedagog psixologlar, metodistlar ish olib borishmoqda. Bular sirasiga biz respublikamiz olimlaridan mana nazariy qismda ham aytib o'tganmiz. Narzulla Alixanovich Muslimov, Begzod Xadjayev, Xolboy Ibragimov, Shahzoda Abdullayevalarni misol tariqasida keltirib o'tishimiz mumkin. Ularning qarashlaricha mana shu interfaol o'qitish texnologiyalari bugungi kunda rivojlangan, ayniqsa oliy ta'lim tizimida 600 ga yaqin mana shunday interfaol texnologiyalardan foydalanishga zamin yaratilgan. Interfaol texnologiyalar deganda biz dialogli o'qitish, bahs munozarali o'qitish, kichik guruhlarda o'qitish, turli tuman keyslarni, simulyatsiyalarni demak ta'lim jarayoniga tatbiq qilishni nazarda tutmoqdamiz. Bundan tashqari onlayn muhit orqali faol ta'limni tashkil qilishga zamin hozirlanishini alohida e'tirof etib o'tmoqchimiz. Shu bilan birgalikda talabalarning mustaqil fikrlashni va jamoada ishlashga bo'lgan qobiliyatlarini rivojlantirishda interfaol o'qitish texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun biz mana shunday interfaol texnologiyalardan biri biz tomonimizdan ham metodist o'qituvchilar tomonidan ko'p marotaba qo'llaniladigan brainstorming texnologiyasini, ya'ni aqliy hujum texnologiyasini ko'rib o'tamiz va mashg'ulotimiz amaliy bo'lganligi bois uni amalda bajarib ko'ramiz. Faqatgina sizlarga, hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tmoqchiman, brainstorming bu metod Alex Osborn tomonidan 1936-yilda ta'lim jarayoniga tatbiq qilingan va ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiruvchi, ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida subyekt munosabatini tashkil etuvchi metod ekanligini eslatib o'tmoqchiman. Avvalambor brainstorming quyidagi tamoyillarga asoslanishini yana bir karra esimizga olsak, mashg'ulotda aytilgan barcha fikrlar qabul qilinadi. Mashg'ulotning yakunida esa ular saralanadi va generatsiya qilinadi. Shuningdek, chuqur va mulohazali fikrlar va albatta zalvorli g'oyalar mashg'ulotning oxirida albatta ilgari suriladi. Qancha ko'p fikr bildirilsa ta'lim oluvchilar tomonidan shuncha yaxshi va mashg'ulotda talaba shaxsi tanqid qilinmaydi, aksincha uning fikri albatta tanqid qilinishi mumkin, saralanishi mumkin, lekin aynan talabaning shaxsi mana shu mashg'ulotda tanqid qilinmaydi. Biz bugun mana shunday brainstorming metodiga misol tariqasida Langston Hughes tomonidan, amerikalik yozuvchi Langston Hughes tomonidan yozilgan Rahmat Mem asari asosida mana shu brainstorming metodini ko'rib chiqsak. Marhamat, hurmatli tinglovchilar. Langston Hughes, Rahmat Mem. Soat kech 11lar chamasi edi. Yo'lak bo'ylab barvasta va baquvvat ayol ketib borardi. Uning yelkasida sumka osilgan edi. Go'yoki sumkaning ichida butun dunyo joylashgandek edi. Sumka juda katta va ayolga o'xshab baquvvat edi. Birdaniga ayolning yonida 14-15 yoshli Roger ismli o'g'ri bola paydo bo'ldi. U ayolning ortidan kelib, sumkani zabt bilan tortdi. Sumka shunchalik og'ir, ayol esa shunchalik baquvvat ediki, bolacha sumkani o'g'irlab qochish o'rniga asfaltga chalqanchasiga yiqildi. Ayol ko'p o'ylab o'tirmadi. U bolaning tor jinsi kiygan ortidan kelib zabt bilan tepdi va so'ng uni ko'tardi-yu, "Hoy bolakay,
nega mening sumkamni tunamoqchi bo'lding deya o'shqirdi. Kechiring meni, men deya oldi bolakay xolos. dedi ayol. Kechirib bo'pman, shunday kir va iflos aftu angoringga qarab kechirish xayolimga ham kelmaydi, dedi ayol. Kechiring meni, men, uyimda hech kim yo'q, dedi bolakay. Yo'q, dedi ayol. Men seni bugun tarbiyalayman. Ayol shu yaqin o'rtada yashar edi. U bolani o'zining uyiga yetaklab olib ketdi. Eshikni ochgandan so'ng bolani zavq bilan vannaxonaga itardi. Bor, yuzingni yuv, dedi ayol. Uyingdagilar har doim toza, sarishta bo'lib yurishni aytishmaganmi, dedi ayol. Uyimda hech kim yo'q, dedim-ku, men, deya oldi bolakay xolos. Ayol bola yuzini yuvgunga qadar muzlatkich yoniga keldi. So'ng uning ichidan yegulik narsalarni olib dasturxon tuzadi. Bolakay yuzini yuvib bo'lar ekan, ayolning yoniga, oshxonaga o'tdi va nigohi bilan eshik ochiq turganini, ayolning sumkasi esa mana shu bir stulni ustida turganini ko'rib qoldi. Bola sumkani olib qochishi mumkin edi. Eshik axir ochiq edi-ku. Lekin bolakay uning o'rniga ayolning yoniga o'tirdi va ayol uzatgan yeguliklardan totidi. Ayol bolakay ochko'zlik bilan yeguniga qadar hech qanday savol bermadi. Nima uchun o'g'irlik qilganini, uyida kim bor yoki kim yo'qligi haqida so'ramadi ham. Bolakay ovqatni yeb bo'lgandan so'ng ayol unga yana ko'chada bergan savolini berdi. Isming nima? dedi bolaga qarab. Ismim Rojer, dedi bola. Nega o'g'irlik qilding? Kechiring meni, men. Siz meni politsiya mahkamasiga etmaysizmi? dedi bola. Yo'q, dedi ayol. Men ko'k zamshadan tikilgan botinka olmoqchi edim, dedi bolakay. Dedi ayol. Men ham yoshligimda shunday narsalarni qilganmanki, hozir eslasam o'zim ham uyalib ketaman. Mayli, lekin bitta narsani senga aytib qo'ymoqchiman. U quloqingdan ham, bu quloqingdan ham ushbu so'zlarimni kiritib, yodingga saqlab qol. O'g'irlik pulga kelgan poyafzal butun umr oyog'ingni kuydiradi. Keyin ayol ko'p o'ylab o'tirmadi-yu, o'rnidan turib sumkasini ochdi. Sumkaning ichidan $50 kupyurani oldi-yu, bolakayga uzatdi. Ma, ol, faqat unutma. O'g'irlik pulga kelgan poyafzal butun umr oyog'ingni kuydiradi. Endi esa bora qol, bolam. Men dam olishim kerak. Men shu yaqin o'rtadagi sartaroshxonada ishlayman. Ertadan kechgacha halol mehnat qilaman. Senga ham halol mehnat qilishingni taklif qilaman. Shunday dedi-yu, u bolani uzun yo'lak bo'ylab kuzatib qo'ydi. Shalog'i chiqib ketgan zinapoyadan tushib ketayotib, bolakay ayolga qarab, "Rahmat, men" demoqchi bo'ldi-yu, lekin bo'g'ziga bir narsa tiqilgandek bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, mana hikoyamiz tugadi. Aytingchi, bu bolakay Rojer yana o'g'irlik qiladimi, yo'qmi? O'ylab olishlaringiz uchun bir necha soniya vaqt beriladi. Albatta, hozir siz o'zlaringiz bilmagan holatda kimdir yo'q, o'g'irlik qilmaydi deb o'yladinglar. Keyingilar esa baribir o'g'irlik qiladi. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deb o'yladinglar. Va keyingi guruh esa qilishi ham mumkin, qilmasligi ham mumkin. Bu hamma narsa muhitga va uning yonida turgan odamlarga bog'liq, tarbiyaga bog'liq deb o'yladinglar. Mana hurmatli tinglovchilar, o'zimiz bilmagan holatda 3 ta kichik guruhga bo'lindik. Birinchi kichik guruh o'g'irlik qilmaydi deb o'ylagan guruh a'zolariga jamlangan guruh. Ikkinchi guruh baribir o'g'irlik qiladi.
o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deb o'ylovchilar guruhi. Uchinchi guruh esa hamma narsa muhitga, tarbiyaga bog'liq deb o'ylovchi tinglovchilar guruhi. Demak, biz 3 ta guruhga bo'lindik, hurmatli tinglovchilar. Endi har bir guruh o'zining fikrini asoslab berishi kerak. To'g'ri, birinchi guruh yo'q o'g'irlik qilmaydi, chunki ayol bolaga butun umrga saboq berdi. Bolakay o'g'irlik qilmoqchi edi, lekin ayol unga yaxshilik qildi. Uning yuzini yuvdirdi, oziq ovqat berdi va hattoki bola o'ylagan, orzu qilgan ko'k zamshali botinkaga pul ham tutqazdi deb fikrini asoslashlaringiz mumkin. Fikrlaringizni. Ikkinchi guruh esa baribir o'g'irlik qiladi. O'g'irlik balki bu kleptomaniya gen orqali kirar va bugun ayol unga oziq ovqat berdi, pul berdi, lekin ertaga pul tugaydi. Bolaning qorni yana och qoladi, yana o'g'irlik qilishi mumkin deb o'ylovchilar guruhi mana shunday fikrlarni asoslashlaringiz mumkin deb o'ylayman. Uchinchi guruhga bo'lingan tinglovchilar esa biz bilmaymiz. Hamma narsa vaziyatga, hamma narsa pedagogik muhitga bog'liq dedinglar. To'g'ri. Bolaning yonida bundan so'ng kim bo'ladi? Kimdir uni yaxshi yo'lga boshlasa, bola o'g'irlik qilmasligi mumkin. Halol mehnat qilib pul topishi mumkin. Ehtimol o'ziga o'xshagan o'g'irlikka moyil odamlar yoniga qo'shilib qolsa, bola yana o'g'irlikka qo'l urishi mumkin. Bu ham albatta o'sha pedagogika nazariyasida yozilgan qarashlaringizni bir isboti deb o'ylayman. Demak, hurmatli tinglovchilar, ko'rib turganimizdek, biz 3 ta guruhda o'z fikrlarimizni bildirib oldik. Endi quyidagi topshiriqqa o'tsak. Demak, birinchidan biz siz bilan 10 yildan so'ng Rojer ayolga xat yozishini ko'z oldimizga keltirsak. 10 yil o'tdi. Agar biz matnga murojaat qiladigan bo'lsak, bolakayga hozir 14-15 yosh. 10 yildan so'ng u 24-25 yoshli o'spirin bo'lib ulg'ayadi. Xo'sh, 10 yildan so'ng u nima qilarkan? Demak, kichik guruhlarda aynan mana shu ayolga xat yozish kerak. Hamma guruhda ham xat quyidagicha boshlanishi lozim. Salom ma'am, men o'sha o'g'ri bola Rojerman va hokazo. Yana o'g'irlik qiladi deyuvchilar mana shu alfozda o'z fikrlaringizni xatda bildirishlaringiz kerak. Yo'q, o'g'irlik qilmaydi, ayol unga saboq berdi deyuvchilar esa o'zining fikrlarini xatda isbotlab berishlari kerak. Hamma narsa pedagogik muhitga bog'liq, irsiyatga bog'liq deyuvchilar esa xatda o'z javoblarini dalillashlari talab qilinadi. Hurmatli tinglovchilar, mana biz siz bilan qisqacha bo'lsa-da brainstorming metodi nimadan iborat ekanligini ko'rib chiqdik. Albatta, brainstorming metodini boshqa o'qituvchilar, boshqa metodistlar o'zgacha o'tishlari mumkin. Siz ham o'zlaringiz oliy ta'limda faoliyat yuritar ekansizlar, o'z mashg'ulotlaringizda boshqa variantlarda o'tishlaringiz mumkin. Lekin hammamizda ham kim qanday o'tishdan qat'iy nazar, mana shu brainstorming bosqichlari quyidagilardan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Birinchidan da'vat bosqichi, ya'ni chaqiruv bosqichi. Biz mana shu matnni o'qidik va shunda matn o'qib bo'lingandan so'ng savol berildi. Xo'sh, Rojer yana o'g'irlik qiladimi, yo'qmi degan savol paydo bo'ldi. Mana shu savolga javob berish uchun tahsil oluvchilar albatta harakat qilishadi. Ya'ni ularda motivatsiya hosil bo'ladi mana shu savollarga javob berish uchun. Bu chaqiruv yoki da'vat bosqichi edi. Ular o'z fikrlarini asoslashga harakat qilishadi. Ikkinchi bosqichda. Bu bosqich motivatsiya bosqichi edi. Har bir kichik guruhda ishlagan tahsil oluvchi albatta motivatsiya bosqichini boshidan kechiradi va o'z so'zlarini dalillash uchun
qiziqish uyg'otilgan holatda ular o'z fikrlarini dalillashga harakat qilishadi. Va uchinchi bosqich, brainstorming bosqichlaridan biri bu idrok bosqichi. Ya'ni bu o'sha xatni yozish bosqichi va xatga tayyorgarlik bosqichi, ayolga bo'lgan xatga tayyorgarlik bosqichi. Har bir kichik guruh o'zini nuqtai nazarini isbotlashga harakat qiladi. Xat tayyor bo'lgandan so'ng refleksiya bosqichi boshlanadi. Ya'ni har bir o'tilgan etap, matndagi har bir ma'lumot, har bir axborot, kerak bo'lsa matndagi har bir his-hayajonga to'ldirilgan momentlar albatta mana shu esseda deymizmi, inshoda deymizmi yoki xatda deymizmi, albatta o'z isbotini topadi. Demak, brainstorming mana shu bosqichlarni birin-ketin amalga oshirish natijasida tashkil qilinar ekan, u albatta mana shu o'zining interfaolligini namoyon etadi. Demak, ko'rib turganimizdek, hurmatli tinglovchilar, aziz ustozlar, kichik guruhlarda interfaol ishlashda bir qator afzalliklar mavjud ekan. Ta'lim oluvchilar jipslikda ishlash, jamoaviy faoliyatni tashkil qilish, o'z fikrlarini tortinmasdan baralla aytishga, demak, bayon qilishlariga zamin hozirlanishi, kommunikativ muloqot, bilimlarni chuqur o'zlashtirish va muhim ko'nikmalarni rivojlantirishga o'rganishar ekan. Shuningdek, kichik guruhlarda ishlashda hamkorlikda o'qitishga imkon yaratilishi, ta'lim oluvchilarning bilimlaridagi bo'shliqlarni aniqlash imkoni vujudga kelishini alohida e'tirof etish kerak. Va kichik guruhda ishlagan har bir a'zo faol ta'lim oluvchi va uning ta'lim ishtirokchisiga aylanishini o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkin. Agar biz brainstorming yoki shunga o'xshagan interfaol metodlarni ta'lim jarayoniga tatbiq qilar ekanmiz, har bir ta'lim oluvchi hech bo'lmaganda fikrini 2-3 marotaba gapirishga ularga zamin hozirlanadi. Demak, bunda biz jamoadagi faollikni yanada oshirishga harakat qilgan bo'lamiz. Demak, xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, zamonaviy o'qitish konsepsiyalarining ahamiyati juda muhim. Bugungi kunda biz kompetensiyaviy, yondashuvli o'qitish konsepsiyalari yoki shaxsga yo'naltirilgan zamonaviy o'qitish konsepsiyalari yoki raqamli axborot kommunikatsion texnologiyalarini yoki interfaol o'qitish metodlari, texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq qilar ekanmiz, talabalarda tanqidiy fikrlash, muammolarni yechish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga, demak, muvaffaq bo'lamiz. Shu bilan birgalikda ta'lim sifatini oshirishga, xalqaro standartlarga ularni yaqinlashtirishga, ta'lim oluvchini o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishga muyassar bo'lamiz. Va hurmatli tinglovchilar, uyga vazifa sifatida sizlarga quyidagi topshiriqlarni berishga ijozat berasizlar. Birinchi topshiriq, oliy ta'lim didaktikasida zamonaviy o'qitish konsepsiyalari mavzusida loyiha texnologiyasini qo'llagan holatda taqdimot tayyorlashlaringiz so'raladi. Ikkinchi topshiriq, oliy ta'lim didaktikasida zamonaviy o'qitish konsepsiyalari mavzusida kichik guruhlarga bo'lining hamda raqib guruhlardan intervyu olishga tayyorgarlik ko'ring. Ushbu metod orqali tinglovchilarning egallagan bilimlari mustahkamlanadi, og'zaki nutq ko'nikmalari rivojlantiriladi. Va uchinchi topshirig'imiz, oliy ta'lim didaktikasidagi o'qitish konsepsiyalari haqida nimalarni o'rgandingiz? Bu xususda keyingi amaliy mashg'ulotimizda o'z fikrlaringizni bayon qilib berasiz. Diqqatlaringiz uchun rahmat, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Navbatdagi mashg'ulotda ko'rishguncha xayr.